Shirinlik bo'lsin, osongina tayyorlansin, kam xarjgina, lekin barakali bo'lsin deysizmi? Mana sizga o'sha retsept. Birinchi bo'lib tuxum chaqib, ketidan shakarni solamiz. Yaxshilab ko'pirtirishni boshlaymiz. Maketlik bo'yicha qolgan mahsulotlarni ham solib, biskvitimizni tayyorlab olib, qolipga joylab pishirish uchun jo'natamiz. Pishgunga qadar sizlarga Pompi pamperslarini tanishtirib o'tmoqchiman. Bu pamperslar hech qanaqa allergiya chaqirmaydigan, eng asosiysi dermatologlar tomonidan sinovdan o'tgan hamda suyuqlik umuman tashqariga chiqib ketmaydigan qilib ishlangan. O'zimni 11 oylik bolamga naqd 1 oy tutganimdan so'ng sizlarga ishonch bilan qo'rqmasdan tavsiya qilaman. Pompida ham trusikchali hamda lipochkali pamperslarni bemalol topishingiz mumkin. Bu orada mayingina biskvitimiz pishib chiqdi hamda u uchun morojniy krem tayyorlab oldim. Pishgan korjimizni bo'lsa sovutib, mayda bo'lakligi bo'lamiz, chetlarini chopperda maydalab olamiz. Krem bilan o'rtasidan to'yintirib olib, urvoqqa belab olamiz. Albatta tayyorlab ko'ring, sahifamga obuna bo'lishni unutmang.